Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga o'z kurs ishimni gapirib bermoqchiman. Kelinglar, undan oldin o'zim haqimda ma'lumot bersam. Ismim Egamberdi, familiyam Ikromov. 2005-yilning 20-aprel sanasida Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida tug'ilganman va shu yerda yashayman. Maqsadlarimni aytadigan bo'lsam, o'z kompaniyamni ochish va orzularimni amalga oshirish. Men Zafa akademiyasiga kelib, Excel, Word va PowerPoint dasturlarini o'rgandim. Bu dasturlar Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ularning o'z vazifasi bor. Excel dasturi asosan hisoblash va formulalar bilan ishlash uchun qulay bo'lgan dastur. Bu dasturda qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini oson va qulay tez ishlash imkonini beradi. Bular Excel dasturida bajargan ishlarim. Keling endi Word dasturiga o'tamiz. Word dasturi boya aytganimdek, Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan. Bu dasturda dokumentlar, matnlar bilan ishlash uchun qulay bo'lgan dastur hisoblanadi. Bular esa Word dasturida bajargan ishlarim. PowerPoint dasturi prezentatsiya, taqdimotlar uchun kerakli bo'ladigan dastur hisoblanadi. Bu biznesmenlarga, o'qituvchilarga va o'quvchilarga kerakli bo'lgan dastur hisoblanadi. Boringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Men bugun kurs ishi haqida aytib o'tmoqchiman. Avvalambor men o'zim haqimda ma'lumot va mening qiziqishlarim haqida aytmoqchiman. Men 45-maktabda 8-sinfda o'qiyman. Va mana shu 3 oy ichida o'tilgan programmalar bu Word, Excel va PowerPoint bo'lib, birinchi Word haqida ma'lumot. Word 1983-yil Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu foydalanuvchilarga varaq yaratish va so'zlar tuzishga yordam beradi. Va Word'dagi ishlarim bu Word haqida ma'lumot va kasvoya zaifka bo'lib va Word'dagi ishlarim ikkinchi ishlarda tablitsa qilganmiz. Va yana Word'dagi ishlarim Excel haqida ma'lumot. Excel bu Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan ma'lumotlarni vizual tarzda ko'rsatib berishga yordamlashadi va ko'pinchalik bu biznesda va ta'limda ishlatiladi. Va Excel'dagi ishlarim bu va PowerPoint haqida ma'lumot. PowerPoint Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan va saytlar yaratish, tahlillash, animatsiya, o'tishlar berish va ma'lumotni vizual tarzda taqdim etishga yordam beradi. Qo'llanma ta'lim, biznes, konferensiya va marketingda foydalanadi. Fayl turi PPT va PPTX bo'lib, va mening birinchi ishim bu mashina haqida edi va ikkinchi ishim bu mening IR san'atining yangi dovoni va Zafa akademiya haqida qisqacha. Zafa akademiyada rus tili, ingliz tili, IT, web dizayn va kompyuter buxgalteriyasi kasblari ham bor. Kurs davomida Zafa akademiyadan boshlang'ich tushunchalarni oldik va e'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Men bugun o'z kurs ishim taqdimotini sizlarga namoyish etmoqchiman. Keling, o'zim haqida ma'lumot berib ketaman. Men Xolqizar Habibullo, 2009-yilda tug'ilganman. Hozirda Zafa akademiyasining kompyuter savodxonligi kursida o'qiyapman. Word haqida ma'lumot berib ketaman. Hujjatlar bilan ishlash, jadvallar bilan ishlash, rasmlar bilan ishlash uchun kerak bo'lgan dastur hisoblanadi. Mana LBS tablitsalardan foydalanganmiz. Keyingi slaydda ham tablitsalar bilan ishlaganmiz. Endi Excel haqida ma'lumot berib ketmoqchiman. Excel bu formulalar bilan ishlash, kombinatsiyalar tuzish, tayyor shablonlardan foydalanish, keyin jadvallar bilan ishlash uchun kerak bo'lgan dastur hisoblanadi. Excel dasturida bajargan ishlarimni ko'rishingiz mumkin. Formulalar bilan ishlaganmiz. Sum, yesli, sir izlash degan formulalar bilan ishlaganmiz. Endi oxirgi o'rgangan dasturim bu PowerPoint dasturi. PowerPointda biz animatsiyalar va slaydlar qo'shib prezentatsiyalar tayyorlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin PowerPoint dasturida bajargan ishlarimni. Cyber security haqida mavzu tuzganman, koinot haqida mavzu tuzganman. Zafa akademiyasi haqida ma'lumot berib ketmoqchiman. U Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan bo'lib, bu yerda IT sohasi bo'yicha kompyuter savodxonligi, ingliz tili, rus tili haqida kurslar bor. Xulosa, kurs davomida men ofis dasturlarini o'rgandim. Amaliy ko'rikmalarga ega bo'ldim. Kurs men uchun foydali bo'ldi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin. Hammaga salom. Bugun sizlarga o'zimni kurs ishimni gapirib bermoqchi edim. Avvalambor o'zim haqimda gapirsam, mening ismim Ikrom Sobirjon. Men O'zbekistonda yashayman. Toshkent viloyatida 8-sinfda o'qiyman. 2010-yilman. 3 oy davomida o'rgangan programmalarimni sizlarga gapirib beraman. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint shular haqida sizlarga qisqacha gapirib bermoqchi edim. Microsoft Word hujjatlar yaratish, jadvallar tasvirlash va grafikalar bilan ishlash, imlo va grammatikani tekshiring, xatlar, hisobotlar va rezyumlar uchun shablonlar yarating. Ko'rsanglar bo'ladi. Shunda Word dasturida bajargan ishlarim. Eng o'tagan bo'lsa, Excel haqida ma'lumot, jadvallar yaratish va ma'lumotlarni boshqarish, hisoblash uchun formulalar va grafikalar, hisoblash uchun formulalar va funksiyalardan foydalanish, diagramma va grafikalar yaratish, makroslar yordamida vazifalarni avtomatlashtirish. Ko'rsanglar bo'ladi, bunda ham bajargan ishlarim. Ingiz o'tagan bo'lsak, PowerPoint haqida ma'lumot. Microsoft PowerPoint bu taqdimot uchun u slaydlar yordamida ma'lumotlarni aniq taqdim etish uchun ishlatish mumkin. Ko'rsanglar bo'ladi, bunda ham PowerPointda bajargan ishlarim. Kiberxavfsizlik, mashina haqida qilganman. Zaffa akademiya haqida ma'lumot. Zaffa akademiya bu Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan zamonaviy o'quv markazi bo'lib, IT, til va kompyuter bo'yicha amaliy kurslar taklif etadi. Xulosa, kurs davomida asosiy ofis dasturlarini o'rgandim, amaliy ko'nikmalarga ega bo'ldim. Har bir dasturning imkoniyatlaridan samarali foydalandim. Kurs men uchun foydali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Здравствуйте, меня зовут Бахтияр Руслан, мне 16 лет, и сегодня я хотел бы продемонстрировать вам свою курсовую работу после окончания трехмесячного обучения в учебном центре Zaffa Academy. Давайте перейдем к тому, к чему же я научился за этот краткий промежуток времени. Это 3 основные приложения Microsoft: Word, PowerPoint и Excel. Я кратко вам объясню, что это такое. Word — это программа для создания и редактирования текстовых документов, которые масштабно используются для создания электронных книг нынешние дни. Excel — это программа для работы с таблицами и вычислениями и графиками. Это очень часто используемое приложение в многих крупных компаниях. PowerPoint — это программа для создания и показа презентаций. PowerPoint — это одна из самых главных и в нынешние дни программа для создания презентаций. Несмотря на то, что большие конкуренты, так как Gamma и другие искусственные интеллекты, которые могут создать вместо человека сами, но все равно PowerPoint показывает очень хорошую конкуренцию. Давайте перейдем к тому, что же я научился сделать. Вот это вот мои работы в Microsoft Word. Microsoft Word — это одна из них, это кассовая заявка, которая была сделана в первый месяц обучения в этом курсе. А второе — это договор по отправке товара. Это тоже было сделано в первый месяц моего обучения. Давайте перейдем ко второму, это Microsoft Excel. Microsoft Excel — это, как было сказано ранее, для работы с таблицами и графиками. И вот еще один пример, к чему же я научился во время обучения. Это создание, эта таблица была создана насчет зарплаты сотрудников в этом Big Gold Company. Мои работы в Microsoft PowerPoint — это данный момент, который я сделал, это презентация про строительную компанию Murat Building и обучающее бесплатное приложение Duolingo. И в данный момент вы тоже можете видеть, эта презентация тоже была подготовлена именно в этом приложении. И хотел бы сказать про Zaffa Academy. Zaffa Academy — это очень хороший учебный центр, в котором за маленький промежуток времени вы научитесь к много чему. Так как я, вы можете обратиться по вот этим вот номерам. И я хотел бы сказать, очень я благодарен Zaffa Academy за быстрое и качественное образование. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Mirkamol Nurmuhammad. Yoshim 16 da. Mana bugun sizlarga Zaffa Akademiyada nimalar o'tganini ko'rsatib o'taman. Biz 3 oy davomida Word, Excel, PowerPoint darslarini o'tdik. Birinchi bo'lib sizlarga Word haqida gapirib beradigan bo'lsam, Word bu jadvallar
hujjatlar ustida ishlaydi va unda sizlar kitob yaratishingiz mumkin va maqolalar ustida ishlaysizlar. Rasm, jadval va shunga o'xshash narsalar ustida ishlaysizlar. Mana ishlagan ishlarni ko'rishingiz mumkin. Bu birinchisi bo'lib, bu yerda biz jadvallar bilan ishlaganmiz. Excel haqida gapirib beradigan bo'lsam, Excel bu avtomatik hisoblash bo'ladigan bo'ladi va unda biz qo'shib ayru formulalar bilan ishlaymiz. Va ko'rishingiz mumkin mana ishlagan ishlarni. Birinchi bo'lib biz bu yerda sum formulalar va qo'shib ayrular bilan hisoblaganmiz, ishlaganmiz. Mana bunisi ikkinchisi bo'lib, biz bu yerda imtihonda ishlaganmiz. Bu eng qiyin bo'ladigan bo'lsa, mana bunisi eng oxirgisi bo'lgan biz ishlaganchimiz. Ko'rishingiz mumkin. Va bu bilan tugagan Excel dasturi bizda va endi biz PowerPointga o'tsak, PowerPointda biz ham ishlagan ishlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu hammasi PowerPointda ishlangan va biz PowerPointdan ishlagan narsalarni ko'rsam, bu yerda biz animatsiya переходlar berib o'tganmiz. Va bu yerda biz animatsiyaga qanaqa narsalar berish kerakligi va qanaqa qilib ikonkalar qo'yish kerakligini ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Va bu oxirgi ishim bo'lgan. Mana sizlarga hammasini o'rgangan joyimni aytib bermoqchi bo'lsam, biz Zaf akademiyasida 3 oy davomida o'qib, shu 3 ta programmani o'rgandik va sizlarga ham maslahat beraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har xil kurslar bo'lib, mana birinchisi IT kurslari va avto shkola va boshqa kurslar bo'lib, sizlar xohlaganlaringizni tanlab o'qishingiz mumkin. Sizlarga ham maslahat beraman. Xulosa, men bu yerda o'qib xursand bo'ldim va menga yoqdi o'qish. Men bundan keyin yana bitta o'qishga kirmoqchiman va ko'nglim to'ldi bu yerda. Mana e'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga Zaf akademiyada 3 oylik kursda nima o'tganlarimni gapirib bermoqchiman. O'zim haqimda qisqacha to'xtalib o'tsam, men 47-maktab o'quvchisiman. 16 yoshdaman. Kelajakdagi kasbim jamoat xavfsizlik xizmati xodimi bo'lish, qiziqishlarim rasm chizish va grafik dizaynerlikka qiziqaman. O'rgangan programmalarim bu Word, Excel va PowerPoint. Hozir men sizlarga Word dasturi haqida aytib bermoqchiman. Word dasturi Microsoft tomonidan yaratilgan dastur bo'lib, u matnlarni tahrirlashda ishlatiladi. Nafaqat matnlar tahrirlashda, balki rasmlar bilan ishlash, jadvallar bilan ishlashda keng qo'llaniladi. Word dasturida bajargan ishlarim ko'rib turganingizdek, men birinchi ishim bu matnlar bilan ishlaganman. Word dasturida ikkinchi bajargan ishim Yulduz xususiy korxonasi haqida tablitsiya yaratganman. Endi men sizlarga Excel haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Formulalar bilan ishlash, hisob-kitob qilish, sum yesli, shot yesli kabi formulalar bilan ishlash haqida o'tganmiz. Ko'rib turganingizdek, Excelda bajargan ishlarim. Endi navbat PowerPointga. PowerPoint bu Microsoft tomonidan yaratilgan dastur bo'lib, bizga slaydlar bilan ishlashda yordam beradi. Dastlabki chiqarish sanasi 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rib turganingizdek, men PowerPointda bajargan ishlarim soatlar haqida va sayyoralar haqida ishlab o'tganman. Zaf akademiya haqida. Zaf akademiya mana bizning sinf kursxonamiz. Bu yerda bizga yetarli bo'lgan shart-sharoitlar yaratib berilgan Zaf akademiya tomonidan. Zaf akademiya kurslar juda ham ko'p. Computer Classic, Computer Pro, IT Front End, IT Backend, Graphic Designerlik, buxgalteriya, ingliz tili va rus tili kurslari mavjud. Xulosa, men 3 oy davomida kompyuter kursda juda ham ko'p ishlar qildim. Ulardan xulosa qilsak, ChatGPT kabi bo'l. Hamma narsani bil, ammo his-tuyg'ularingni unutma. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Men bugun kurs taqdimotimni hammaga havola etmoqchiman. Va avvalambor men o'zimni tanishtirsam. Men ismim Orziqul Abdulloh. Men 14 yoshdaman, 4-maktabda o'qiyman. Kelajakdagi
kelajakdagi maqsadim bu dasturchi bo'lish. Mana o'tgan programmalarim bu Microsoft Word, Microsoft Excel va Microsoft PowerPoint dasturlari bo'lib, men hozir birinchi bo'lib Word dasturi haqida gapirib beraman. Word dasturi hujjat yaratish, tahrirlash, rasmlar, jadvallar qo'shish, grafik va diagrammalar bilan ishlash, tayyor shablonlardan foydalanish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu Word'dagi ishlarim. Buni hozir jadvallar bilan, tablisalar bilan ishlaganmiz. Bu mana Excel dasturi haqida ma'lumot, jadval yaratish, tahrirlash, formulalar bilan ishlash, elektron hisob-kitob saralash va filtr saqlash va ulash kabi vazifalarni o'z ichiga oladi. Va bu yerda men Excel'dagi birinchi ishlarim va ko'rishingiz mumkin. Bu ikkinchi qilib o'tgan ishlarim. Bu yerda va oxirgi Excel dasturidagi oxirgi ishlarim mana ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizlarga PowerPoint haqida ma'lumot aytib o'taman. PowerPoint dasturida slaydlar va animatsiyalar bilan ishlash, tayyor shablonlardan foydalanish, prezentatsiya ko'rib chiqish va uni to'g'rilash va shunga o'xshash vazifalarni bajaradi. Endi Zafa akademiyasi haqida sizlarga ma'lumot aytib o'tsam, Zafa akademiya bu o'quv markazi bo'lib, bu o'z ichiga buxgalteriya, IT, web dasturlash, kompyuter savodxonligi, ingliz tili, rus tili kabi kurslarni o'z ichiga oladi. Xulosa, men bu kurs davomida o'z yetarli bilimga ega bo'ldim va yetarli ma'lumotlarni, zarur bilimlar, ko'nikmalarga ega bo'ldim. O'rgangan amaliyotimdan foydali bo'ldi va kurs men uchun samarali tajriba bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.